Dam olishga borib kelganimdan keyin qiladigan proseduram har doim bir xil, praktiski bir xil. Biorevitalizatsiya ochartirish uchun, ravnomerniy rang qilish uchun hozir biorevitalizatsiya qilaman. Bu birinchidan dog'larni ochartiradi, ikkinchidan mayda yig'ilib qolgan quyoshda, bilasizlar, rosa ham quriydi koja. Quyosh ajin tushishiniga olib keladi. O'shani ajin bosib ketmasligi uchun qilaman. Hozir birinchi protseduramiz. 2 hafta ichida menda rezultat bilinadi. Chunki men sistematichniy домашний uходni ham qilaman, biorevitalizatsiyalarni ham vaqtida olaman. Men yaxshi ko'radigan preparatlarimiz sostavida polinukleotidlar bor. Polinukleotid nima bu? Siniq, singan, buzilgan kletkalarni tiklaydi, yamaydi. Shuning uchun polinukleotid, aminokislota, antioksidanti, gialuronka menda обязательно, chunki juda ham yuzim quruqligi uchun gialuronka sostavida bo'lishi shart. Men uchun bu. Vitaminniy kompleks тоже обязательно. Men o'zimga anesteziya qilaman. Nima uchun? Sababi meni yuzimni anesteziya, o'zi quruq yuzim juda ham quritib yuboradi. Keyin dermatit boshlanadi. O'shaning uchun anesteziyasiz bir xil joylari unchalik sezilmaydi, bir xil joylari, конечно, og'riqli. Bu protsedurani 2 haftadan keyin yana bir marta olaman, chunki xudo xolisa yana bitta поездка, намечаться qilyapti. O'shaning uchun yuzni zaranniy tayinlab keyin ketaman.